qaysi amaliyotni hozirgi qizlarga tavsiya etmaysiz? Bodigel. Ana endi bodigel haqida ozgina tushuncha. Bodigel bu umuman tushunarsiz bo'lgan yog', badanga bo'lgan maksimal darajadagi shafqatsizlik hisoblanadi. Mushakni ichiga polностью shu bodigel to'lib ketadi. O'z ko'zim bilan ko'rgan holatlar migratsiya beradi, ya'ni oyoqlarida yurishni boshlaydi. U narsami? Cho'kishni boshlaydimi? Da, pastga migratsiya qilib ketadi, venalarni buzib, yiringlab, hattoki muolajadan keyin srazu komaga tushib qolgan ayollar bor. Eng qizig'i, bu narsa hozir hech qanaqa delo yo'q bu ishga. Nima sababdan? Ko'p ayollar bu narsani eridan bekitib qildiradi. Nimaga qildiradi? Shu popasi kattaroq bo'lishi uchun. Men Inoyatullo Handijoniy va bu yangi Z Tafakkur loyihasi. Biz boshladik.